Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Kuzgi mavsum uchun ko'chatlar biznesi bo'yicha sizlarga kerakli tavsiyalarimizni berib o'tamiz. Agarda siz shu ko'chatlardan foyda olish maqsadlaringiz bo'lsa, biz bilan hamkorlik qilinglar. Biz sizlar uchun mavsumga turli xil ko'chatlarni tayyorlab qo'ydik. Mana hozir ular bilan sizni tanishtiraman. Mana e'tibor berasizlar. Hozir sizlarga batafsil ma'lumot berib o'taman. Mana bu kitobxoncha ko'chatlarimiz. Bular 2 yillik. Mana buni kuz mavsumiga dehqonlar uchun tayyorlab qo'ydik. Mana bo'ylari 20 sm, 20-25 sm chiqadi. Mana shulardan foyda olish niyatlaringiz bo'lsa, biz bilan hamkorlik qilinglar. Biz batafsil shu noldan sizlar uchun ko'chatlarni qanday qilib yetishtirish va ularni sirlar haqida batafsil tushuntirib o'tamiz. Albatta, bularni yangi dehqonlarimiz ham bemalol o'stirishlari mumkin. Faqat o'zlaringizdan intilish, harakat bo'lsa, mehnatlarni yaxshi qilsalar ham, xudo xolasa, ko'chatlar sifatli holda bo'ladi. Mana shu holda bu archalar har doim yashil holda. Mana tepalariga shakl berildi. Viloyatlar bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Hamma viloyatga har yil yetkazib beryapmiz sifatli holda. Bundan tashqari bizda moviy archalar ko'chatlari ham mavjud. Hozircha 5 xili tayyor bo'ldi kuzgi mavsumga. Ularga ham zakaz olaveramiz. Ularga ham batafsil sirlarini sizlarga o'rgatamiz. Faqat biz bilan hamkorlik qilsalaring, xohlasa sizlar ham daromadga kirasizlar. Pastga nomerlarni qoldiramiz. Hamkorlik uchun bog'lanaverasizlar.